Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Dongfeng 08 da bitta zo'r funksiyani ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Mashinani ovutganingizda ko'pchilikda massaj ishlamaydi. Massaj yoqamiz. Ishlamaydi. Undan tashqari abduf abagreiflar ham ishlamaydi. Mana otvoradi. Shunda hozir bartaraf etish o'rganamiz. Mashinaga bosib mana Moy EP08 ga kirib, mana bu yerda turadi. Informatsiya sistema degan joyga kirib, bunaqa akoshka ochiladi. Shunga 4-5 marta bosamiz, bunaqa menyu ochiladi. Menyuda log topamiz. Logdan keyin mana Xitoy yozuvlari bor. O'shanga bosib, uni oxirgi rejimga o'tkazamiz. Пользовательский rejim bu. Пользовательский rejimdan o'tkazganimizdan keyin ko'rishingiz mumkin. Massajlar ishlayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. O'chib qolmaydi. Undan tashqari mana ventilyatsiya ham bemalol ishlaydi. Hamma narsa ishlayapti. Kimga shunaqa life hacklar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizga rahmat.